Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi-Kuch dala yer maydonlaridamiz. Sanamiz 27-may. Ushbu dalamiz 70 sotik hisoblanadi. Bu 70 sotik yer maydonimizga Dekal kompaniyasining 5812 navini ekishni boshladik. Surxondaryo sharoitida endi sinovdan o'tkazyapmiz bu makkalarni. 5812 navi asosan don va slyoz yo'nalishida ekiladi. Ushbu maydonimizga xuddi shunday bir qozonli qo'l ziyalkalarda makkalarimizni ekib chiqamiz. Qadrli do'stlar, Dekal kompaniyasining 5812 navi bu nav o'rta pishar guruhga kiruvchi nav hisoblanadi. FAOsi 400-420 atrofida bo'ladi. Yuqori hosildor Dekal brendi makka jo'xori navi hisoblanadi. Asosiy xususiyatlariga keladigan bo'lsak, hosildorligi juda yuqori, yaxshi parvarishlasa, agrotexnikalarga yaxshilab qarasa, gektariga 130-160 sentnergacha hosil olish mumkin. Pishish muddati o'rtacha 90-115 kungacha cho'ziladi. O'sish kuchi, dastlabki o'sish kuchi juda ham tez bo'ladi. Kasalliklarga chidamliligi, fusarioz, barg dog'lari, puchish, poya sinishi kasalliklariga yaxshi chidamlilik ko'rsatadi. Moslashuvchanligiga keladigan bo'lsak, har xil iqlim va turpoq sharoitlariga yaxshi moslashadi. Sug'oriladigan va qisman sug'orilmaydigan yerlarda ham. Don sifati, don sifati donlari katta bo'ladi, sariq rangli, zich va namligi tez pasayadi. Poya ildizlari juda ham mustahkam va shamolga va og'ib ketish sharoitlariga juda ham chidamli bo'ladi. Bu navimiz boshida aytib o'tganimdek slyoz va don yo'nalishida ekiladi.